Assalomu alaykum. Infoaziya YouTube kanalining ko'rishlari. Aravan rayonida Oqmozor uchastkasida 6 sotik maydoni bo'lgan uy sotiladi. Bu yerga kelish yo'llarini hali video davomida ko'rib olsangiz bo'ladi. Yo'lda Oktyabr uchastkasi tomonidan ko'rsatib kelganmiz. Xohlasangiz Oqmozor tarafdan ham kelsangiz bo'ladi. Uyning chegarasi mana shu joydan boshlanadi. Uyning chegarasidan bu yerda sukchekni burchagi, bu tomoni esa mana qo'shni devorgacha. Ko'rib turganlaridek, mana bu tashqaridan vodoprovod suv bor. Bundan tashqari ichkarida ham vodoprovod liniyasi o'tgan. Mana tashqarida so'kchek bor. Mana bu uyda osti podval, ya'ni tashqaridan podvalga vxod qilib olsangiz bo'ladi. Endi esa ichkariga kirib barcha narsalarni batafsil obzor qilib ko'rsatib o'tamiz. Kirganda darvozaxona, ro'parada mana yozda oilaviy yoki mehmon kelsa, mana shu joyda o'tirsangiz bo'ladi. Undan tashqari mana bu yerda ham mana supa so'rilar bor. Supa so'rini ostida esa 10 tonnalik hovuzi bor. Ya'ni boya aytib o'tganimizdek, ichkarida ham vodoprovod liniyasi bor. Chap tomonda 2 xonadan iborat bo'lgan uy bor. Kirganda mana veranda, bu yerda koridor. Koridordan chap tarafga kirganda spalni. Bu yerda mana pechka o'rnatilgan. Ro'parada esa mehmonxonasi bor. Pollari yog'ochdan bo'lgan. Uyni mana bu qismida ham 2 xonadan iborat bo'lgan yana alohida uy bor. Mana kirganda bir xona, bu yerdan esa yana ikkinchi xonaga o'tib ketsa bo'ladi. Bu sotiladigan uyda chegarasi mana bu uyda burchagidan boshlanadi. Bu yerdagi chegarasini hozir orqaga o'tib ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda mana tandir bor, omborxona, hojatxona, hammom. Chegarasi mana shu gilosgacha, ya'ni bu gilos uyni hovlini burchagi hisoblanadi. Mana shu uydan boshlab shu gilosgacha bu yerdan bunaqasiga shu yo'l bilan to'siladi. Shunda mana bu eski binolar ham sotib olganlarga kiradi. Aytib o'tganimizdek, umumiy maydon 6 sotik. Hujjatlarda hech qanaqa muammosi yo'q, qizil kitobi bor. Uyni bahosi 6 million so'm. Sotib olish uchun yoki to'liq ma'lumotga ega bo'laman desangiz, ekran ostidagi telefon raqamlariga murojaat qilsangiz bo'ladi.